Navbatdagi dastavka xizmatimiz Namangan viloyati Pop tumaniga Surpriz loyihasining asoschisi Shahbozbekning uylariga 50 ga 60 ligini olib kelib ishlatib berdik. Uka, so'z isboti bilan qarang, bir ko'ringchi. Ishlashi qalay? Zo'r aka, hozir 15 ga atrofi yoqildi. Haligi issiqligi yaxshi-da. Yoqdi. O'sha boya ko'rdingiz, shu terlashni boshladim. Terlab ham ketdim dashi. Zo'r aka, yoqdi bizga. Malades. Xudo xolasa yaxshi kuningizga buyursin. Yana zakaz qilsangiz chiroyli holatda olib kelib ishlatib beramiz. Bizning manzilimiz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Shahar qishlog'idamiz. O'zbekistonning barcha hududlariga dastlabki xizmatlarimiz bor. Chiroyli holatda yetkazib beramiz sizlarga ham. Yaxshi niyatda ushbu videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Shahbozbekni ham kanallariga obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa sizlarga chotka holatda yetkazib beramiz. Tojikistonga ham dastlabki xizmatlarimiz bor. Faqat Dushanbega. Kanalga obuna bo'linglar, like bosinglar. Bu 50 ga 60 ligi kunlik tok rasxodi 17 ming so'mgacha o'zi o'chib yonadigan termosatli bo'ladi. 6 ga 4, 7 ga 4 bo'lgan xonalarda bemalol isitib bera oladi.